Ba'zi faylasuflarning Allohga bo'lgan iymonlari quyidagicha. Bu faylasuflar adashgan faylasuflar. Ularni e'tiqodi quyidagicha ekan. Alloh mavjud, ammo uning mohiyati ham, haqiqati ham yo'q emish. U juz'iy narsalarni muayyan holda bilmaydi. U o'z qudrati ila amal qilmaydi. Uning xohishi o'zining ixtiyorisiz sodir bo'ladi degan xurofotlar bilan to'lib toshib yotib. Bu aqidalarning barchasida noto'g'rilik, haddan oshish va ilohga loyiq bo'lmagan nuqsonlarni nisbat berishlik bor. Endi islom aqidasi ilohning borligini inkor qiladigan ateistlar, iloh ikkitadir deydigan isnaynchilar, iloh ko'pdir deydigan mushriklar, o'ziga o'xshagan basharga yoki yulduzga, quyoshga, shaytonga va boshqa narsalarga iloh deb iymon keltirganlar aqidasiga qarshi o'laroq vasat, o'rta adolatli, mo'tadil, eng yaxshi va eng afzal aqidadadirlar. Musulmonlarning mashhur aqida kitoblaridan biri bo'lmish Aqidatut Tahawiyya nomli kitobda Allohning tavhidi haqida jumladan quyidagi aqidalar borligi aytiladi. Allohning tavfiqiga e'tiqod qilib, Allohning tavhidi haqida aytamizki, birinchisi, albatta Alloh birdir, uning sherigi yo'qdir. Ikkinchisi, unga o'xshash narsa yo'qdir. Uchinchisi, hech bir narsa uni ojiz qila olmas. To'rtinchisi, undan boshqa iloh ibodatga sazovor zot yo'qdir. Beshinchisi, u ibtidosiz, qadimdir, intihosiz, doimiydir. Oltinchisi, u fano bo'lmas va bitirilmasdir. Yettinchisi, u zot iroda qilgan narsalardan boshqa bo'lmas. Sakkizinchisi, unga tasavvur yetmas. To'qqizinchisi, maxluqotlar unga o'xshamas. O'ninchisi, u tirikdir, o'lmas, doimo qoimdir, uxlamas. 11-si, u zot hojatsiz xalq qiluvchi, yaratuvchidir va ta'minotsiz rizq beruvchidir. 12-si, u zot qo'rquvsiz o'ldiruvchi va mashaqqatsiz qayta tiriltiruvchidir. Islom aqidasidagina Alloh taologa o'ziga xos barkamollik sifatlari berilgan va u zotning barcha nuqsonlardan poklanganligini ko'ramiz. Qisqacha mu'min musulmonni e'tiqodi mana shundoq bo'lmoqligi lozim. Aytilgan masalalardan Robbimiz hammamizga yaxshi manfaatlar bersin. Hech bir mu'min musulmonni Robbimiz aqidada adashtirmasin.